Assalomu alaykum. Bugun bankimiz mijozlari bilan uchrashuvimiz bor. 15 dekabr. Siz bankimizga nima masalada kelgansiz? Qanday yo'nalish bo'yicha kelgansiz? Kredit bor. Shu endi kredit 5 million olmoqchi edik. Yeni mahallamdan to'g'rimi? Siz mahallamizdan 15 million olmoqchimiz. O'rta bilan to'g'rimi? Bo'ldi, agar hujjatingiz bo'lsa, skoring natijasida bo'lsa, vaqt beramiz. Siz nima masalada kelgansiz aka? Aka bizning issiqxonamiz bor uyda, shuni ta'mirlashga issiqxonaga deb ariza tashladik. Xudo xohlasa shu kredit masalasi bo'yicha kelganmiz. Bu 8 million olmoqchimiz. Anchadan beri mijozlaringizmiz. Mikrokredit bank hozirgi paytda yaxshi ketayotgan banklardan bittasi, foizi kam. Shunga xudo xohlasa bitta kredit qilib bersalaringiz, inshaalloh bu yerda davom etib ketaveramiz. Tavsiyanomasi kelib turganmi? Ha, kelib turibdi, xudo xohlasa. Opa, siz Issiqxona qurdirmoqchi edik, shunga kredit olib. nechi pul so'mmi? Tavsiyanomasi kelib turibdi, to'g'rimi? Bo'ldi, uni ham ko'rib chiqamiz, agar bo'lsa chiqarib beramiz. Yo'q bo'lsa Mahalla xatchi 10 millionlik kredit olmoqchi edik. hujjatlarimizni ko'rib chiqamiz, agar bo'lsa chiqarib beramiz. Shu bilan bugungi uchrashuvimiz mijozlar bilan o'z nihoyasiga yetyapti. Sizlarga ham rahmat. Salomat bo'ling.